Assalomu alaykum, hurmatli Jalal Aftani podpischiklari, sog'misizlar, omonmisizlar, harmanglar sovuqlar bilan. Bugungi aksiyaga qo'yadigan mashinamiz egadan kelib turgan Damas'imiz 100 millionga qo'yib ketadilar. Bugun egalari bilan so'zlashib 97 million so'mga tushirdik mashinani. İşlerini bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Baraga keling. Endi yo'lda chang bo'lib turibdi ozgina. Malibu bor, hamma yerlar taqlangan. Chexol polik bir gerek bunga bo'lgani. Boshqa hech narsa kerakmaydi. Hamma jibo metan setan yubirdi verasizlar. Mashin 9000 kilometr yurib turibdi, 9000 kilometr. Azizlar, barter, kredit hammasidan bor. Kelaverasizlar. Jalal Avtoda siz xohlagan usulda to'lov ketaveradi bizada. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Damas'ni olib qolinglar.